Alloh subhanahu va taolo bu azozilni farishtalarga qo'shib qo'ydi va azozil farishtalarga va'z irshod qiladigan darajada edi. Bir voqea sodir bo'ldiki, Haq subhanahu va taolo odamni yaratishlikni muqarrar qildi. Voqea shunday bo'ldiki, azozil farishtalarga va'z irshod qilib turardi. Hazrati Jabroil alayhissalom farishta, Alloh taoloning eng ishonchli farishtasi, juda somiy bo'lib, ustozi so'zi bo'linmasin, meni yaratgan egamni so'zdan bayon qilyapti deb juda ixlos bilan, e'tiqod bilan somiy bo'lib turganini ko'rgan azozilni ichidan bir fikr o'tib ketdi. U aytdiki, Alloh bo'lmasa, o'zim ham iloh darajasiga erishib qolman. Allohning buyuk farishtasini itoatda turishini qarang deb Hazrati Jabroil alayhissalomga nazar solib, qalbidan shu fikr o'tdi. Alloh taolo qalblarimizning ichki siridan voqif. Qur'onda astaizu billah innalloha alimun bizatis sudur. Alloh biladi qalblarimizning ichidagi sirlarni. Dedi. Bu Banizjon jamoatdan qolgan azozilli fikrini qarang. Buni kibrini qarang. Ya'ni iloh darajasiga erishib qolmana deb turganligini qarang deb Alloh taolo g'azab qildi. Alloh taolo farishtalarni yig'ib aytdi: "Ey farishtalar, men yer yuzida bir xalifa yaratmoqchiman" deb Odam otaning va uning yashash jarayonlarini va ularni, ya'ni qiladigan xizmatlari haqida bayon qildi.